Assalomu alaykum, Shiddat Group kompaniyasining YouTube kanali a'zolari. Hurmatli kanalimiz a'zolari, sizlar uchun bugun 2026-yilning noyob modellari, muraviylarning eng zo'rlari, sifatlisi, hali hech qayerda ko'rib ulgurmagan muraviylarimizni video obzorini boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin qulayroq joylashib olasiz, sababi bu muraviyimiz sizni aniq hayratda qoldiradi. Kanalimizga a'zo bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin. Sababi noyob texnikalarni, eng yangi texnikalarni birinchilardan bo'lib bizni kanalda Shiddat Group kompaniyasida bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Aytgancha, narxi juda ham hamyonbop narxlarda qilib beramiz. Biz doimiy ravishda aziz xaridorlarimiz uchun yangiliklar qilishda davom etamiz. Qani boshlaylik. Bu elektron muraviyimizni yuk ko'tarish hajmi bir tonnadan yuqori bo'lgan yuklar uchun mo'ljallangan. Ko'rib turibsiz, tashqi ko'rinishi LED faralar, naq 6 ta LED fara turibdi. Oldi dugasi va tamomila yangilangan. Old shamol ko'zgichlari, oldi balonda tormozlari, vilkalari, SSK vilka turibdi. Latuniy prujin bilan birgalikda juda ham yumshoq, mustahkam harakatlanadi. Birgalikda sinab ko'ramiz. Juda ham yumshoq harakatlanishiga gap yo'q. Muraviyimizning oldi qismi, skamenkasi o'tirishi bu yerda bemalol 3 kishi o'tirsa ham bo'ladi. Oldida mana telefonning postavkasi, nomini, choyini, nimadir qo'yib beradigan bo'lsa joyi ham bor. Mana ejdi повышение скоросtlari ham bor. Eng hayratlanarlisi mana shu NFC karta bo'ladi. Muraviyimiz mana shu karta bilan yonib, mana shu karta bilan harakatlanadi. Bunaqasi hali mashinalarda uchramagan. O'zi bu NFC karta bizni muraviylarning barchasida bor. Hozir birgalikda ko'ramiz. Mana muraviyimiz o'chdi, hozir yoqamiz. Mana NFC karta bilan e'tibor berib turing. Mana NFC karta. Qani ketdik. Yonda. Yurish tezligi, zaradini foizi, kilometri, hammasi mana shu yerda ko'rsatadi. Mana shu kartacha, oddiy kartacha orqali bemalol harakatlantirsa bo'ladi. Eng qiziq joyi bu kalitda ham yonadi, pultda ham harakatlanadi. Pultda blok qilsa ham bo'ladi. Bunaqangi eng zo'r sifatli mahsulotlar faqat Shiddat Group kompaniyasida bo'ladi. Bu muraviyimizni yukxonasini ko'rib turibsiz. Yukxonasi oldingi muraviylarga nisbatan anchagina baland qilib ishlangan va sifatli, baquvvat, qalin. Profili 12lik profil turibdi. Bu yerda qalin profil. Yon qismida mana alohida kashilok, ya'ni qissachalar mavjud. Bu yerda har qanday narsani qo'yib o'zingiz uchun qulay foydalansangiz bo'ladi. Buni yana bitta qulaylik tarafi mana bu skamenkasi, mana eshiklari ochilishi, bunaqangi prujinada ochiladi. Ochilib yopilishi juda ham oson. Bortning uchala tarafi ham ochiladi. Mana bu skamenka tarzida ishlatiladi. Yon tomondan mana ko'ramiz, bu tomondan silindri bor. Qo'shimcha mana bunaqangi silindr o'rnatilgan skamenkaga va bu skamenka silindrlar ramini ushlab turadi mana. Bemalol ushlab turadi. Bu yerda 3 kishi o'tirib ketsa bo'ladi. Ham yukxona sifatida, ham yo'lovchi tashish ishlatsa bo'ladi. Bu muraviyimizda qishloq xo'jaligida ham yana bitta afzallik tarafi, buni bortning tegasini ochgan vaqtingizda, buni bortning uzunligi 3 metrdan oshadi. Har qanday press, beda, somon, xashak tashish uchun juda ham qulay muraviy hisoblanadi. Bunaqangi muraviy hali hech qayerda yo'q. Balonlari tanki balon turibdi. Balonchalari juda ham yumshoq, probeg beradi. 22 ga 7 balonlar. Eng muhim joyiga keldik. Eng muhim joyi mana pastki qator ramasi 2 qator qalin rama. Risorlari ham katta, daroz 7 talik, naq 7 talik, ikkita bir tomoniga 2 ta. Jami 4 ta risor, 4 ta silindr, 4 ta prujina turibdi. Mana pastki profillari 6 qator profil turibdi yukxonaga. Undan tashqari yuklarni bog'lash uchun maxsus iplar uchun mana bunaqangi joylari ham, ilmoqlari ham mavjud. Endi bu yo'q bahor fasli, bahorda yomg'irlar juda ham ko'p bo'ladi. Yomg'irlar zarar yetkazmasligi uchun mana bunaqangi plastmassa kirim bo'lsa ham bor, zanglab ketmaydi yoki suvlar faraga tegmaydi. Shu uchun o'rnatilgan. Eng asosiy qismi motori, ya'ni
mototsiklning motori bu mototsiklning yuragi hisoblanadi. Mana shu yuragini birgalikda ko'ramiz. Kabellari mana naq 4 ta kabel turibdi. Bu qalin kabellar. Bu medni kabellar hisoblanadi. Relisi mana bunaqangi kuymaydigan relidan. Ilgari plasmas reli kelardi, hozir mana alyuminiy reli turibdi. Bu kuymaydigan reli. Kontroller alohida. Sifat ustunligi, ko'rinishi, noyobligi, narxi ta'riflashga til ojiz. Qancha bu skuterni, mototsiklni umuman aytganda ta'riflaymiz deydigan bo'lsak, siz istaydigan qulayliklarni hammasi mana shu mototsiklimizda mavjud. Orqa tomonni ham ko'ramiz. Orqa tomonda ham LED faralar, yon chiroqlari, tormozli faralar, pad nomerniklargacha bor. Hozirgi kunda murabbiylarga nomer so'rab turgani uchun pad nomerniklar uchun maxsus chiqarilgan bu murabbiyimiz noyob murabbiylar oilasiga kiradi. Ko'pchilik bizni kuzatuvchilar kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rar ekanlar. Men aytmoqchiman, bizni obunachilarimiz, obuna bo'lmaganlar darrov videoga like bosib obuna bo'lib qoling. Sababi noyob texnikalarni eng zo'r, eng sifatlisini ishlab chiqaruvchi zavoddan to'g'ridan-to'g'ri sizlar uchun ajoyib narxlarda tayyorlab, ajoyib videolar qilishda davom etamiz. Burayimizda mana bu tomonida qo'l tormozi bor. Qo'l tormozi mana qo'l tormozi va понижний повышение скоросtlari bor. Bu skorost nima uchun kerak deydigan bo'lsangiz, bu og'ir yuklarda harakatlanish vaqtida, yuqoriga tepalik harakatlanish vaqtida bu sizga juda ham kerak bo'ladi. Hattoki oddiy detallarigacha skuterimiz, mototsiklimiz boshqacha ishlangan. Sababi magnitofon, MP3, USB hammasi bor. Signali ham hattoki MERS signal. Telefonning postavkalari, telefonning zaryadliklari hammasi bor. Signalni birgalikda eshitamiz, o'zingiz baho berasiz. Bu murabbiyni qanchalik mustahkamligini tashqi ko'rinishi o'zi ham aytib turibdi. Bu murabbiyimizni narxini aziz xaridorlarimiz uchun doimiy ravishda arzimas narxda qilib qo'yamiz. Sifatiga nisbatan narxi anchagina arzon turadi. Bu murabbiyimizni narxini doimiy mijozlarimiz uchun, bizni kuzatib boruvchilar uchun atiga 15 million so'm qilib qo'ydik. Murabbiyimiz qanchalik sifatligini o'zingiz ko'rib turibsiz. Bundan tashqari murabbiyimizning qo'shimcha bonuslari mavjud. Bu bonuslari zapaska balon, kaskasi, telefonning postavkasi, zaryadniki, poliklari, hattoki nimchasini ham qo'shib beramiz. Deyarli bir so'z bilan aytganda beradigan pulingizdan buni qiymati ancha yuqori turadi. Murabbiyimizda atiga 15 millionga olib, barcha ishlaringizni bajarib, beradigan pulingizdan qiymatini yuqorini olib, maza qilsangiz bo'ldi. Biz xaridorlarimizni xursand qilishda davom etamiz. Hammaga rahmat. Videoni yaqin kunlarda mototsikl, skuter, tritsikl, kvadratsikl olish istagida bo'lgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.